Arzon va sifatli mashina so'raganlar uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan tiniq holatdagi Nexia 3 ni yondamiz. Mashina benzinda yurgan. Demak, 39 ming halol probegda deyilyapti. Mashina tiniq turibdi. Yangi balolar taqib qo'yilgan pachka. Mashina salon holatlari. Registrator, polik, hamma narsa. Video registrator qo'yilgan, chiroyli poliklar qo'yilgan, Magicar pult qo'yilgan ekan. Bitta chexolcha qilib olamiz. Chexolni ham beraman deyaptilar mana. Olayotgan odamga. Shuna. Umuman qarilgan, chizilgan joyi yo'q, ko'rishimiz mumkin. Mashina kraskasi top-toza. Bir qo'l mashina. Aynan bu mashinani akamiz biz obunachilarimiz uchun 106 million so'm demoqdalar. Sunnatiga salpal o'tib berasiz aka. Ha, salpal sunnatiga o'tib beradilar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib bosamiz. 909 24 44 telefon raqamlariga aloqaga chiqamiz, savdolashib bosamiz.